Yashanib, chachini tupurgilab tarab, zo'r moshda zaksi chiqib kelsa bo'ldi. Unga qizig'i yo'q unga, ya'ni qizdan toldan tutaqin erga tegsa bo'ldi. Betini shipakilobga qilib. Yo'q chiroyini ko'rsat. Bitta sovullab yurgandan keyin ene biladi, asl basharasi ochilgandan keyin. Kuyov bola qo'rqib ketadi. Kimsiz opa deydi. Men xotiningizmansa, yo'q, bu rasm deysiz, bas siz deydi. Betda 1,5 kilo shipakilobga bor. Shuning uchun qizlarimizga ham kuyovga ko'rsatadigan betingni sovullab, hali sunnatda borda bir-birini ko'rish. Ertaman 9 da olib chiqib ketish, asrgacha ko'rish bas. 3 minut, 1 minut, 1,5 minut. Oldin bu qo'shnikidan uyga bunday o'tib ketgan, kuyov bola ko'rgan, qiz qaramagan ham. Shu bilan oila qurib, mana 50, 60, 70 yildan beri ajrashmay yashayapti-ku. Bugun 7 yil bir-birini sevadi, 6 yil bir-birini ko'radi, yashaydi, bir oyga bormaydi. Yashanib, chachini tupurgilab tarab, zo'r moshda zaksi chiqib kelsa bo'ldi. Unga qizig'i yo'q unga, ya'ni qizdan toldan tutaqin erga tegsa